kanalımızda. Bugünkü videoda bize yemekçi olmuş. Let's go. Yes, biz yuttuk. Hozir boshqa ham o'ynaymiz. Do'stlar, ularni ko'paytiramiz. Hozir do'stlar, men oyun yaratuvchi ilovani topdim. İsmi pastda yozilib qo'yibdi. Bunda o'yinlar yaratishingiz mumkin. Shunda boshqa narsalar ham. Biz esa boshqa deyik. Sizlar yutuzasizlar. Nima? Hozir seni keltirib qo'ymaychunga. Seniga urush biz bilan. Bizga men bilan ham urush. Mana, yes do'stlar, yes. Endi men buni anonday qilsam ham mumkin. O'yinni yaratib odamlarga chiqarishim ham mumkin. Hozir do'stlar, men hozircha yaratyapman. İsmini box deb qo'yamiz. Box. Bizga esa o'zbekchada yozamiz, nimaga desam. Bu o'yinda 3 vs 2 boy. Dalini bossak bo'ldi. Bu o'yin уже chiqyapti. Chiqaryapti. Mana bu mening o'yinim. Mana men Animeus hamda Spyutda men sizlarga o'rgataman. Bu yerda o'zingizning narsalar o'ynagan joyingiz. Bu yerda esa haqiqiy o'yinchilar chiqargan o'yinlar emas. Bularni o'ynashingiz mumkin. Bu yerga o'tsangiz, sazatni bo'lsangiz, mana menikinday shunday uzatishingiz mumkin. Ha, yo'q desangiz bu yerga o'tib tayyoridan uzatishingiz ham mumkin. Men ichiga kirganingizdan sizga yordam beruvchi video bor. Men o'zimga bittasini uzatib qo'yibman. Hozir sizga ko'rsataman. Hozir kiryapti. Mana men
o'zgartirmay qo'yibman. Misol, odamlarni o'zgartirib qo'yibman hamda joylarni o'zgartirib qo'yibman. Buni ham odamlarni o'zgartirib qo'yibman. Bo'lmasam ketdi. Bo'ldi, biz yutdik. Nimaga desa, mana bu stadionni urib tashladik. Do'stlar, hamda siz odam bo'lmaydi, ko'pni o'ynamoqchiman desangiz, yerga bitta odamni qo'yasizda, ustidan bosib, mana bu ko'm-ko'kku qip-qizil qilasizda, kiyim ham qip-qizil bo'lib qoladi. Men endi ko'proq qilmay qo'yibman. Endi qilmoqchi edim. Men buni o'zim qiziqqanim uchun ana unday qildim. O'zimga yoqdi. Sizga ham batafsil qilaman. Maza qilib tomolab o'ynaysiz. Hamda stadionga yutishingiz mumkin. Ana, ko'rdingizmi? Endi bu mening qo'lim bilan yasalmagan, bir ikkitasini o'zim yasaganman. Endi meni qo'lim bilan yasalgan video bor. Hozir ko'rsataman sizga. Mana endi oddiygina, lekin chiroyli qilib uzatganman. Hozir oddiy hozir ko'rasiz. Buni ham o'ynash uchun qo'yibman. Mana haydaysiz. Mana hozir sizga men mashinalarni ko'paytirib beraman. Hozir bularni qizil qilsam, hozir chiroyli mashina ko'rsataman. Bunda siz ruscha yozishingiz mumkin yoki boshqa tilda ham qilishingiz mumkin, do'stlar. Men endi o'ynashim mumkin hamda o'zim qiziqqanim uchun ChatGPTdan gaplashib o'tirgan edim. Keyin ChatGPT Google'dan ko'rsatdi. Keyin yo'q dedim. YouTube'dan qidirdim. Hozir men qizilman. Nimaga yurmayapti bu? Kechirasiz.
keyingi safar yo'lni tuzataman. Hamda mening kanalim Muhammad Gamer. Hamda obuna bo'lib, like bosib qo'yinglar do'stlar. Hammaga xayr.